260-bob innal g'anama barakatun. Qo'y barakadur degan bob ekan. 572-hadis. Humayd ibn Malik ibn Haysamdan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki, kuntu jalisan ma'a Abi Hurayrata bi ardihi bil Aqiq. فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا. قال حميد قال أبو هريرة اذهب إلى أمي وقل لها إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمين شيئا. Humayd ibn Malik ibn Haysam aytadiki, men Abu Hurayra bilan birga u kishini Aqiq degan joydagi yerida o'tirgan edim. U kishini huzuriga ahli Madinadan bir qavm keldi. Ular ulovga minishib keldida, keyin ulovlaridan tushdi. Shundan keyin Abu Hurayra aytdilarki, sen meni onamning huzuriga borib aytginki, o'g'lingiz sizga salom aytyaptilar va bizga biror yegulik narsa bering dedilar degan. Ya'ni borib onamning oldidan ovqat olib keldi, shunaqa yo'l bilan aytdilar. فوضعت 3 أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح في صفحة. Boruvdim dedilar, ona bir demak laganni oldilarda, tovoq deyiladi. Unga 3 dona arpa noni soldilar. Bir oz zayt moydan, yana bir oz tuz solib berdilar. Keyin laganni ko'tarib boshimga qo'yib qo'ydilar. Fawada'atha ala rasi, boshimga qo'yib qo'ydilar. Fahamaltuha ilayhim. Keyin men uni ko'tarib haliga Abu Hurayra va u kishi bilan o'tirgan odamlarning oldiga olib bordim. Falamma wada'tuhu bayna aydihim kabbara Abu Hurayra. Men olib borib ularning huzuriga haligi narsani qo'ydim. Abu Hurayra Allohu akbar deb takbir aytdi. Va keyin yana aytdilarki, alhamdulillahillazi asba'ana min al-khubz ba'da an lam yakun ta'amuna illa al-aswadani at-tamr wal ma'. Allohga hamd bo'lsin dedilar keyin Abu Hurayra. U zot shunday zotiki, bizni mana nondan to'yadigan qilib qo'ydi. Bundan oldin bo'lsa bizni taomimiz 2 qora narsa, xurmo va suvdan boshqa narsa bo'lmas edi. Ya'ni xurmo yeb suv ichar edik, boshqa taomimiz yo'q edi bir vaqtlar. Ana endi bugunga kelib arpa unidan non yeb o'tiribmiz demoqchi bo'lyaptilar. Falam yusibul qawm min at-ta'ami shay'an. Ammo haligi qavm olib kelgan taomdan hech narsa yeyishmadi. Falam mansarafu qala ya ibn akhi ahsin ila ghanamika wamsah ar-righama anha وأطب مراحها وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة والذي نفسي بيده لا يوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. Keyin Abu Hurayra haligi odamlar ketganlaridan keyin aytdilarki, ey birodarimning o'g'li dedilar.